O'tgan siklda boshqa doktorimizdan polip endometriya aniqlangan va oldimizga gistererektoskopiya operatsiyasiga jo'natilgan. Alhamdulillah, bularda insulin juda ham yuqori bo'lgan, 30 dan baland bo'lgan. Sahr, обычный glyukoza крови 12 dan oshiq bo'lgan. Xudoga shukr, korreksiya qilindi. Insulin ancha tushgan, vес tushgan, отекlar ketgan. Dietani правильный образ жизни vести qilishga harakat qilyaptilar hozir, chunki gazli suvlarni, hamma glutenli mahsulotlarni biz ratsiondan полностью olganmiz. Spetsial endokrinolog bilan birgalikda ishlayapmiz bu yerda. Alhamdulillah, hozir bugun startuyim. Biz kontrolируемый induksiya ovulyatsiya boshladik. Bularda bu oyda homiladorlikka harakat qilishni boshladik. Inshaalloh yaxshi yangiliklarni kutamiz. Duo qilinglar. Bugun bizda mana stimulyatsiya uchun hamma usloviyalar yaratilgan. Endometriy qatlami tonki, patologiya yo'q. Tuxumdonlarda ikki taraflama chiroyli antral follikullarimiz bor. Hech qanaqa kistalar yo'q. Biz startuyim.